o'sha to'rburchak qolibdi, pastki tomoni bu. Agar kim e'tibor bergan bo'lsa, bilgan bo'lsa, ichida yurganlar biladi, granulalar qolib mana bu yerdan chiqyapti, mana ichkaridan issiq chiqib, sразу baylanyapti. Mana hammasi matrisda. Mana bular nimadir ishlarni qilyapti. Mana o'sha 15 lik 20 lik qoliplar bular. Mana bu past tomonlari. Shu 15 likni ham bilsangiz endi betoni uncha ko'p bo'lmaydi, lekin o'shanga yarasha baquvvatligini ko'ryapsizlarmi? Mana bu qismchalari. 2019-yildan beri ishlaymiz. Xudoga shukr, hali qoliplarimiz sharmanda qilmadi. Olgan kliplarda hammasi davolang. Bu yerda mayda bo'laklari ekan. Krugovoy, silliqlari ham bor ekan. Mana bu yerda rezba sifatlari bor, mana. Mana. Rezba sifatda. Bu qoplarga endi menimcha kichik bo'lakchalarni solib qo'yibdi.